Xavfsiz xonadon oyligi doirasidagi tadbirlar uyushqoqlik bilan davom etmoqda. Bu borada Paxtakor tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari ham faollik ko'rsatishyapti. Oylik doirasida tashabbuskor soha vakillari xonadonlarda xavfsizlikni ta'minlash, aholini ogoh etish uchun uyma-uy yurgan holda tushuntirish ishlarini olib borishyapti. Xususan tumandagi Suvanobod mahallasidagi xonadonlarda olib borilgan targ'ibot tadbirlari davomida xonadon egalariga isitish jihozlaridan to'g'ri foydalanish tartibi bo'yicha tushuntirishlar berildi hamda muammolarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar taqdim etildi. Tuman hududida kuz-qish mavsumi munosabati bilan kuz-qish shtabi tashkil qilingan. Kuz-qish shtabida hamkor tashkilotlar bilan birgalikda 24 soatlik ish jarayoni tashkil qilingan. Bundan tashqari xavfsiz xonadon oyligi, kunlar sovishi bilan favqulodda holatlarning oldini olish, is gazdan zaharlanish bo'yicha ishchi guruhlar tashkil qilinib, har kunlik ishchi guruhlar tomonidan fuqarolarning xonadonlaridagi favqulodda holatlarning oldini olish, is gazdan zaharlanish, botulizm kasalliklari bo'yicha fuqarolarga tushuntirish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Bunda asosiy e'tiborni fuqarolarning uylaridagi isitish moslamalari, hammomlari, isitish qozonlaridagi xavfsizlik qoidalariga rioya qilinishi, kelgusida favqulodda holatlarning oldini olish, yong'inlar sodir bo'lmasligi, gaz va havo aralashmasining chaqnashining oldini olish bo'yicha fuqarolarga keng qamrovli profilaktik tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Bundan tashqari tuman hududida odamlar ommaviy yig'iladigan obyektlar, bozorlar, savdo majmualarida ham kunlik profilaktik tadbirlar amalga oshirilib, fuqarolarga tushuncha va yo'riqnomalar berib kelinmoqda. Bu profilaktik tadbirlardan asosiy maqsadimiz fuqarolarning xonadonlarida har xil sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish, kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazishdan iborat. Aholi o'rtasida kuz-qish mavsumini xavfsiz va betalofat o'tkazish maqsadida targ'ibot va tushuntirish ishlari keng qamrovda davom ettirildi. Elektr uskunalardan to'g'ri va xavfsiz foydalanish qoidalari, is gazining kelib chiqish sabablari hamda undan himoyalanish choralari tushuntirib berildi. O'tkazilgan profilaktik tadbirlar aholida ogohlikni oshirish, mavjud xavf-xatarlarni oldindan bartaraf etish va mavsumni tinch hamda xavfsiz o'tkazishga as qotishi turgan gap.